Prezidentimizning tashabbusi bilan bunyod etilgan O'zbekiston Islom sivilizatsiyasi markazi mamlakatimizning boy madaniy va ilmiy merosini jahon miqyosida namoyish etuvchi yuksak ilmiy ma'naviy maskandir. Hozirda markazda ochilish arafasidagi yakuniy pardozlash ishlari jadal sur'atlarda olib borilmoqda. Mahalliy va xorijiy mutaxassislar hamkorligida ekspozitsiyalar xalqaro mezonlarga mos ravishda takomillashtirilmoqda. Markaz faoliyati va uning konsepsiyasi xalqaro ekspertlar tomonidan yuksak e'tirof etilib, ijobiy baholanmoqda. Hozir shu haqda. Prezidentimizning betakror tashabbusi va g'oyasi asosida bunyod etilayotgan O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazida so'nggi pardozlash va tayyorgarlik ishlari jadal sur'atlarda davom etmoqda. Majmua ochilishiga sanoqli kunlar qoldi va bu jarayon mamlakatimizning madaniy hamda ilmiy salohiyatini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qilmoqda. Muzey ichki ekspozitsiyasini mukammal va zamonaviy qilish maqsadida markazga 2000 ga yaqin mahalliy va xorijiy olimlar, ekspertlar jalb etilgan. Ularning bilim va tajribalari markazning ko'lamini yanada kengaytirib, undagi eksponatlar hamda ko'rgazmalarni xalqaro standartlarga moslashtirishga qaratilgan. Shu tufayli ishlar ayni damda juda qizg'in va jadal olib borilmoqda. Mazkur ilmiy va madaniy hamkorlik O'zbekistonning islom sivilizatsiyasi sohasidagi o'rnini mustahkamlashga hamda jahon miqyosida milliy merosimizni keng targ'ib qilishga xizmat qilmoqda. Bu jarayon nafaqat muzey ekspozitsiyasi sifatida oshirish, balki O'zbekistonni global madaniy va ilmiy maydonda tanitish uchun strategik imkoniyatdir. أنا سعيد بزيارتي لهذا المركز الإسلامي. Avvalo bu O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markaziga tashrif buyurganimdan xursandman. Katta zavq oldim. Prezidentingizning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi nutqlarini tingladim. Bu juda qiziqarli, mazmunli nutq bo'lib, Islom sivilizatsiyasini eng oliy darajada aks ettirdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev janobi oliylari islom bag'rikenglik va tinchlik dini ekanini ta'kidladi. Bu esa inkor qilib bo'lmaydigan haqiqatdir, chunki u tinchlik Allohning go'zal ismlaridan biridir. السلام هو اسم من أسماء الله الحسنى. الحقيقة سعدت جدا بهذه المشاركة. Men O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markaziga tashrif buyurganimdan ham juda mamnunman. Markazga Prezident Shavkat Mirziyoyev va butun O'zbekiston davlati alohida e'tibor qaratayotganini his qildim. Bu markaz faqat O'zbekiston uchun emas, balki butun dunyo uchun mo'ljallangan. U butun islom sivilizatsiyasi va muzeyshunoslik sohalarida izlanish olib borayotgan mutaxassislar uchun noyob ilmiy ma'rifiy markaz sifatida xizmat qiladi. Men bu yerda ko'rgan ekspozitsiyalar islomdan avvalgi davr sivilizatsiyalardan tortib yangi O'zbekiston davriga qadar bo'lgan tarixiy bosqichlar meni juda hayratga soldi. Bu joyga kelgan har bir mehmon albatta markazni ko'rib chiqishi kerak, chunki bu yerda turli xil zamonaviy ko'rgazma vositalari va noyob tarixiy eksponatlar mavjud. Men bu tashrifdan juda mamnun bo'ldim va inshaalloh kelajakda yana tashrif buyurishni rejalashtiryapman. أنا سعدت جدا بهذه الزيارة وأعتقد أنني سأكررها إن شاء الله في المستقبل. O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazining ochilishi nafaqat madaniy merosimizni asrash va targ'ib qilish, balki global miqyosda ilmiy hamkorlik va madaniy almashinuvlarni rivojlantirish uchun mustahkam poydevor yaratadi. Bu esa o'z navbatda mamlakatimizning xalqaro maydondagi obro'sini oshirishga xizmat qiladigan muhim voqea sifatida tarixga kiradi.